Rossiya Federatsiyasi hududida o'zining mehnat faoliyatini olib borayotgan barcha mehnat muhojirlariga assalomu alaykum. Bugun men sizlar bilan kontrol reyestr masalasi bo'yicha ozgina suhbatlashmoqchiman, ya'ni o'zimdagi ma'lumotlarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Odatda kontrol reyestr qanday ishlaydi? Kontrol reyestr, ya'ni nazorat ostidagi shaxslar. Ushbu tarmoq qanday ishlaydi? Bu Rossiya Federatsiyasi hududida noqonuniy bo'lib turgan yoki hujjatlarda jiddiy muammosi bor mehnat muhojirlari uchun mo'ljallangan bo'lib, agar siz ushbu kontrol reyestriga tushib qolsangiz, siz bank xizmatlaridan foydalana olmaysiz, siz transport xizmatidan foydalana olmaysiz, siz hostellar va mehmonxonalarda yashay olmaysiz. Sizda bitta yo'l qoladi, ya'ni Rossiya Federatsiyasi hududini zudlik bilan tark etish. Agar siz asossiz ravishda kontrol reyestriga tushgan bo'lsangiz, o'zingizga eng yaqin bo'lgan ichki ishlar idorasiga, ya'ni MVDga murojaat qilishingiz va kontrol reyestriga asossiz shaklda kiritilganligingizni isbotlab berishingiz kerak bo'ladi va ushbu isbotdan so'ng siz kontrol reyestridan chiqarilasiz. Odatda kontrol reyestriga tushib qolmaslik uchun nimalar qilish kerak? Birinchi navbatda mehnat muhojiri Rossiya Federatsiyasiga kirib kelganidan so'ng registratsiya, ya'ni qaysidir manzilda qonuniy yashash kerak. Ikkinchi masala patent olish kerak. Uchinchi masala уведомление, ya'ni трудовой договорni ichki ishlar idorasiga уведомление shaklida patent olganidan so'ng 60 kun ichida topshirishi shart. Bu majburiyat. Agar siz ushbu mehnat shartnomasini 60 kun ichida patent olganingizdan so'ng 60 kun ichida ichki ishlar idorasiga topshirmasangiz, bu sizni kelajakda kontrol reyestriga tushib qolishingizga asos bo'ladi. Ikkinchi yana bir masala, kontrol reyestriga kimlar yana tushyapti? Bu jarima to'lamayotganlar. Metroda, avtobusda yo'l-kira to'lamasdan harakatlanadi va jarima oladi va uni keyinchalik to'lamaydi. Agar siz ushbu jarimani to'lamasangiz, kelajakda siz kontrol reyestriga tushib qolishingiz uchun bu asos bo'ladi. Hurmatli, yana bir savol sizlarda bo'lishi mumkin. Kontrol reyestriga tushgan mehnat muhojiri Rossiya Federatsiyasi hududini tark etsa va qisqa muddat ichida yana qayta kira oladimi? Odatda yo'q, kira olmaydi. Chunki kontrol reyestridan chiqarilish uchun 90 kun muddat kerak bo'ladi. Agar mehnat muhojiri jarima sabab kontrol reyestriga tushgan bo'lsa, 90 kun o'tgandan so'ng ham Rossiya Federatsiyasi hududiga kiritilmasligi mumkin. Negaki u jarimani hali to'lamagan. Hurmatli mehnat muhojirlari, kontrol reyestriga tushmaslik uchun Rossiya Federatsiyasi qonunlarini hurmat qilishimiz, urf va odatlarni hurmat qilishimiz shart.